Assalomu alaykum do'stlar. Kompyuterga salom kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoyimizda akalar nima haqida o'rganamiz deysizlar. Albatta, bu safar kompyuterni tuzatish emas, buzish haqida o'rganamiz. Bu prosta mushlar urib boshqa qilib buzish emas, programmani buzish. Buni buzish любой kompyuterda ishlaydi. Blue screen bo'ladi, yo bo'lmasam eng kamida sekinlashtirib qo'yasiz. Buni qilish uchun do'stlar videomizni boshlaymiz. Bo'lmasam do'stlar pusk bilan R knopkalarini bosamiz, keyin ms config deb yozamiz. Yozganimizdan keyin enter bosamiz, keyin загрузкаga o'tamiz, keyin дополнительный parametrlardan oldin mana agar mabodo sizlarda ikkita diskda ikki xil Windows bo'ladigan bo'lsa, mana bitta Windows tanlab olasizlar. Keyin tanlaganlaringdan keyin дополнительный parametr deysizlar. Keyin mana число prosessorda 1 qilib qo'yasizlar. Qizig'i maksimalniy pametni 256 MB qilib qo'yasizlar. Okey deb bosasizlar. Переменitni bossalaring. Okey deb bosasizlar-ku. Mana agar mana shuni bosib qo'yadigan bo'lsalaring, mana uni kompyuter qaytib tirilmaydi. Tiriladi. Boshqa kompyuterga ulaganlaringda yoki mandagi fleshkalar bilan qilganlaringda to'g'rilasa bo'ladi, lekin buni eng to'g'ri yo'li Windowsda boshqa kompyuterda qilish mumkin buni to'g'rilash yo'li. Men hozir buzib qo'yishni xohlamayman, shuning uchun выход без загрузки deyman. Endi buni to'g'rilamoqchi bo'lsalaring, boshqa kompyuterdan ham o'sha yana xuddi o'sha ishni qilasizlar. Ikkita Windows bo'lib qoladi-da, o'sha aytganimdek, keyin mana C emas, boshqa harf bo'ladi pastda. Masalan, Windows 10 dek kompyuterni buzib, keyin o'g'namoqchi bo'lib Windows 11 lik kompyuterga o'tadigan bo'lsangiz, mana tagida 10 chiqib qoladi. O'shani дополнительный parametr bosasiz yana. Mana ikkalasini o'chirib qo'yasiz. Okey deb bosasiz, переменить bosasiz, okey deb bosasiz. Keyin biz o'qib deymiz. Endi tekshirib olamiz. O'zi anchadan beri akalar video olmayapman. Sababi uydagi ishlar boshqa bo'lib qolib ketdim. Men to'g'ri tushunasizlar. Bular shunaqa bo'ladi do'stlar. Endi keyingi videolarimni bundan ham qiziqarli qilishga harakat qilaman. Keyingi videoyim xudo xohlasa kompyuter xona sistema qilishni o'rganamiz. Do'stlar, buni qilgani menda bir ikkita ishlamay qoldi-da, o'zimda ishlatalardim. O'zim kompyuterimda ishlamay qoldi o'sha programma. O'shaning uchun muammo bo'ldi do'stlar. Keyingi safar xudo xohlasa o'sha mavzuda video olaman. Lekin bu safar to'g'ri tushunasizlar, lekin bu ham yomon video bo'lmadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.